22 razmerda Michelin ballon olib qolganmiz. Yertog'ini ko'rishingiz mumkin. Yo'lda bari yo'q deb qizib yetib olishgan ekan. Hozir o'zidan yangi ballon zakazib berdik. Endi ballon 1-2 kun ichida keladi. Ungacha yamab keyinchalik tarqatib qo'yishlariga hozir qo'ldan kelgancha sabablarni qilib yamab beramiz. Ish jarayonlarini ham video davomida ko'rib borishingiz mumkin. Yirtilgan kusogini kesib tashladik. Ko'rishingiz mumkin. Hop, 5 sm ga 5 sm yirtiq. Xohlasa qo'ldan kelgancha sababini qilib chiroyli qilib berib beramiz. Ko'rishingiz mumkin, ballonimizni termopressimizga qo'yib bo'ldik. Endi natijasini kutib qolamiz. Ballonimizdan tayyor bo'ldi. Ichkari tarafdan yamog'ini ko'rishingiz mumkin. Bosilmagan joyi qolmagan, bir tekis bo'lib pishib chiqqan. Ballonimizga ham 3 dan oshiq davleni urdik. Yamog'ini ko'rishingiz mumkin. 5 shishka bo'lgan. Xudo xolisa egalariga ancha muddat xizmat qilib beradi.